Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadon Urganch shahrimizning markazida Mir kafega yaqin yerda 2-qavatda 2 xona kvartiradan tanishib o'tamiz. Narx ham arzon narxda. Videomizni to'liq ko'p barchani so'raysizlar. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Kirgandan keyin koridor joylari, divorlar oboy, oyoq kiyimlar nilonda döşalgan. Bir de zaldan spalnya o'tiradizlar. Keyin bu tarafimizda veranda qismi bo'ladi. Bu yerda esa sanuzyeli. Keyin bu yoqda esa oshxonani spalnya qilib qo'ydilar. 2 xona, 3 xona qilingan kvartira. Sizlar bu yoqni oshxona qilib qo'ydilar. Birinchi chetdan ko'rsatib, donishtirib boraveramiz. Sanuzyelimiz yana ko'rdiringiz, oyoq kiyimlari kafel, divorlar ham kafel. Bu yuqorimizda esa medachilar qo'yish uchun bir mesta qilib zotib qo'ydilar. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Kvartiramızda yakın etrafda bakça, məktəblər ham bor, hörmətli vətəndaşlar. Hem yere o'ng'ayli, ajoyib mestada joylashgan. Birimiz yani spalni 2,5 bir yerda, suv cho'chki bir yerda joylashgan. Divorlar polni plastik qilingan. Demak, bu joylari bor, hurmatli vatandaşlar. Eshiklari yog'och eshiklardan. Yani zalimiz 3,10 5,60 razmerda tushgan. Bu tarafimizda verandani oshxona qilganlar. Bir yana konditsioneri ba'zilar 2-3 razmerda tushgan. Aynalar yog'och ayna. Bir de ise kafel qilingan. Hurmatli vatandaşlar, gaz plitelari bor. Divar oboy, lyustralar asılgan bir yerda. Bu tarafimiz spalnya kısmı 2,70 5,60 razmerda tushgan. Hurmatli vatandaşlar, divarlar polni oboy qilingan, akkuratni qilib qo'ydilar. Eshiklar yog'och eshiklardan. O'rta sessiyana kelib to'g'ri yashasangiz ham bo'ladi. Narxi 310 million so'm aytilmoqda. Kelasizlar. Zalıqını bər doğru ataza gitseniz ham bor. Dokumentdan muammo yo'q. Hem 2-qavat o'rtalikda joylashgan. Konditsioner bu, konditsioner qalada. Orientirni yana bir eslatib o'tsak, Urganch shahrimiz markazi Mir kafening yoni, Xorazm palasini ro'paralari, hurmatli obunachilar. 2 xona kvartiramiz bilan tanishib o'tdik. 2 xona, 3 xona qilib qo'ydilar. Narxini yana takrorlaymiz, 310 million so'm. Hurmatli vatandaşlar. Qiziqqanlar olsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mülkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlaringiz savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Eğer kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib, sifatli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.